psoriazni yozda namoyon bo'ladigan turi bor. Qishda namoyon bo'ladigan turi bor. Ba'zi bir holatlarda psoriazni davolashga harakat qilinganda u kuchayish xususiyatiga ega bo'ladi. Keyin asabiylashganda ko'payish xususiyatiga ega bo'ladi. Inson doimiy nimadandir qo'rqib yursa, ko'payish xususiyatiga ega bo'ladi. Ko'pincha o'sha psoriazni ko'rganimizda ichki a'zolarda ham birorta kasallikni topamiz. Ko'pincha jigarda va o't yo'llarida birorta kasallik bo'lganda mana shu holat terida endi psoriaz bilan namoyon bo'la boshlaydi. Endi aytamizki, psoriazni o'zi odatda butunlay yo'q qilib yuborish mumkin emas, lekin harakat qilinsa, ba'zi bir holatlarda mana 10 ta odamdan 5 tasida davoni qancha erta boshlansa, unga qancha vaqtli tashxis qo'yilsa, uni davolash ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi, yo'q bo'lib ketish ehtimoli yuqori bo'ladi. Psoriazni tuzalib ketishi nafaqat shifokorga, balki bemorning o'ziga ham bog'liq bo'ladi. Psoriazni davolashda ba'zan hatto o'sha iste'mol qilish bo'lmagan narsalarni ham ichib yurishgan, turli xil vositalarni surishgan, buni oqibatida kuchayib ketgan, chuqurlashib ketgan. Mana shu holatda endi psoriazni ortga qaytishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun doim aytamiz, terisida birorta shu qipqilanuvchi toshmani ko'rgan odam, yaqinlaridami, bolalaridami, darhol teri kasalliklari bilan shug'ullanuvchi dermatologga hamda allergologga murojaat qilish kerak. Erta tashxis qo'yilsa, psoriazni davolash mumkin bo'ladi.